O'simliklar karantini va himoyasi agentligining tegishli buyrug'iga asosan respublika miqyosida dolzarb 30 kun tadbirlarini uyushqoqlik bilan o'tkazish vazifasi belgilangan. Ushbu topshiriq ijrosi doirasida Jizzax viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan Zarbdor tumanidagi issiqxonalarda o'quv amaliy seminar tashkil etildi. Zarbdor tumani Toza-Urug' mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Zar Kapital mas'uliyati cheklangan jamiyatida o'tkazilgan seminarda Jizzax viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasining zararli organizmlarni prognozlashtirish va monitoring qilish bo'limi bosh mutaxassisi Zarifjon Mamasidiqov, ichki fitosanitar nazorat va monitoring bo'limi bosh mutaxassisi Ismoil Safarboyev hamda Zarbdor tumani fitosanitar davlat inspektori Sulaymon Mamadovlar so'zga chiqib, sohada amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularning yechimlari yuzasidan kerakli tavsiyalarni berib o'tdilar. Seminarning asosiy maqsadi issiqxona sharoitida yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi ekinlarini zararli organizmlardan samarali himoya qilish, kasallik va zararkunandalar tarqalishining oldini olish, zamonaviy fitosanitar choralarni amaliyotga tatbiq etishdan iborat bo'ldi. Tadbir davomida mutaxassislar tomonidan zararli organizmlarni erta aniqlash usullari, monitoring va prognozlash ishlarini tashkil etish, biologik va kimyoviy himoya vositalaridan oqilona foydalanish, issiqxonalarda sanitariya-gigiyena talablariga rioya etish kabi masalalar atroflicha tushuntirildi. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan issiqxonalarda yetishtiriladigan mahsulotlarning ashaddiy zararkunandalardan hisoblangan sitrus inlikuyasi, sitrus oqqanoti, pomidor zararkunandalari hamda pomidorning bujmayish, jigarrang virusli kasalligiga qarshi ishlovlarni o'z vaqtida berish kabi ishlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Bu yerda inspektorlarimizning asosiy vazifalari nimalardan iborat? Issiqxonada yetishtirilayotgan mahsulotlarning vegetatsiya davridan boshlanishidan to pishib yetgancha nazoratdan o'tkazish. Bu yerda kerak bo'lgan paytlarda o'simlikning gulidan, poyasidan, mevasidan boshqarmamizda tashkil etilgan fitosanitar laboratoriyaga taqdim etish, laboratoriyadan chiqqan fitosanitar xulosasiga qarab baholash. Mazkur Zar Kapital mas'uliyati cheklangan jamiyati o'z faoliyatini boshlaganiga endi 2 yil bo'ldi. Bugungi kunga kelib yig'ib olingan hosillarni nafaqat ichki bozorga, balki Qozog'iston va Rossiya davlatlariga ham eksport qilishga erishildi. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, issiqxonalarda fitosanitar nazoratni kuchaytirish, yuqori hosildorlikka erishish va sifatli mahsulot yetishtirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Dolzarb 30 kun doirasida o'tkazilayotgan bunday amaliy seminarlar fermer va issiqxona egalari bilim va ko'nikmalarini oshirishga xizmat qilmoqda. Bizda shu 8 ta ishchi xodimlar bor. Ular ertalab soat 8 dan obeddan keyin soat 4 gacha ish faoliyatini davom ettiradi. Issiqxonamiz yarim avtomat hisoblanadi. Isitishda mana shu 2 qavatli, 3 qavatli himoya vositalaridan foydalanamiz, ya'ni ko'rpa, o'sha plyonka hamda isitishda shu ko'mir otopliniyasidan foydalanamiz. Ko'mir otopliniyamiz ham zamon talablariga javob beradi. Filtrlar qo'yilgan, ekologiyaga zarar bermagan holatda faoliyat olib boryapmiz. Tomchilatib sug'orish tizimi joriy qilingan, avtomatik tarzda ishlaydi bu. Avtomatik tarzda o'zi o'g'itlarini beradi, o'zi suvlarini beradi, o'simlik kerak bo'lgan ozuqalarni o'zi avtomatik tashkillashtiradi. Bizda hozir 0,7 gektarga tashkil qilingan issiqxona 1 yilda 50-60 tonnagacha toza mahsulot yetishtiramiz. Bu maxsus Gollandiyaning o'sha issiqxona uchun tashkil qilingan navlari hisoblanadi. Nomi Pink Doping hisoblanadi. Asosan issiqxonada shu baland bo'yli bo'lib o'sishga mo'ljallangan. Xulosa qilib aytganda, mazkur tadbir nafaqat zararli organizmlarga qarshi kurash samaradorligini oshirish, balki hududda fitosanitar barqarorlikni ta'minlashga ham muhim hissa qo'shadi.